Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu vassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu vassalamu alayka ya Hayrullah. Assalatu vassalamu alayka ya Hayrullah. Allahumma salli va sallim barik alayhi. Allahumma salli va sallim barik alayhi. Salavat bor Muhammad sallallohu alayhi va sallamga o'ylar ashablarga hadiya qildi. Shu bugungi bizni yo'qlab kelgan odamni kasbkorlariga, rizqlariga baraka bersin. Birlariga ming bersin, minglariga tuman bersin. Oltin boshlari omon bo'lsin, bandonlari sog' bo'lsin. Yurtlarimizda saxiylar ko'payaversin, arzonchilik bo'lsin. Hammamizni kasbkorlarimizga, rizqlarimizga baraka bersin. Yigitlarimizga sharm hayo bersin. Qizlarimizga ham sharm hayo bersin. Yurtda olam tinch bo'lsin, mahalla ko'y tinch bo'lsin, qarindosh urug' bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Hammamizni kasbkorlarimizga, rizqlarimizga baraka bersin. Siz olib kelgan o'g'limni ham kasbkoringizga, rizqingizga baraka bersin. Birlaringizga ming bersin, minglaringizga tuman bersin. Oltin boshingiz omon bo'lsin, tan joningiz sog' bo'lsin. Oling oldirmang, to'ling to'kilmang. Ilmingiz bundan ham ziyoda bo'lsin. Allohim mani nevaralarim sizga o'xshab yursin. O'zi nevara kuyovlarim sizga o'xshaydi bolam, ilmli-yu. Endi nevaralarim sizga chiroyli o'qishaversin. Tadbirli o'qishadi, chiroyli o'qishadi ular ham. Sizni qatoringizda bo'lsin. Hammani bolasi uni o'sib o'zidan ko'paysin. Hech kim bolam demasin. Hammamizni kasbkorlarimizga, rizqlarimizga baraka bersin. Yurtlarimiz tinch bo'lsin. Mana olib kelgan hammamiz bolalarimizni kasbkoriga, rizqiga baraka bersin. Hammamiz bolalarimiz olib kelishdi, xo'jayinlarimiz olib kelishdi. Shularga bolalarimiz pul topib, buvimi yo dadami olib bordik deyishdi. Shularni kasbkoriga Xudoy taolo huzur barakasini, boy davlatini bersin. Tani sahallik, xotirjamlik tuman bo'lsin. Bolalarimizni hashlab berganini Xudoy taolo o'z xazinasiga qo'shib qo'ysin bolalarimizni. Hamisha martabalari ulug' bo'lsin, zuvalari katta bo'lsin. Uni o'sganlarni qatorida hammaga bola beribdi, esli, xushli bola bersin. Olima yigitlar bo'lsin, xoriya qizlar bo'lsin. Birov ko'rsa ko'rgin de, qo'lga olib suysa suygin de. Ko'rganda ko'z quvonsin, gaplashganda dil yayraydigan farzandlar bo'lsin. Sizga ham ahli solih, ahli mo'min, ahli ilmli, juft halollar, pokiza qizlardan ro'para qilsin. Kasbkoringizga, rizqingizga baraka bersin. Hamisha hamro'zi og'zingiz to'la ilm bo'lsin, cho'ntagingiz to'la pul bo'lsin. Uyingiz to'la g'alla bo'lsin, oldingiz to'la bola bo'lsin. Topganingiz to'ylarga, yaxshilik kunlarga nasib qiling. Dada buvlaringiz qayta hojilarga olib keling. Dada buvlaringizga boshlariga toj kiydirib, tan joningiz sog' bo'lsin. Ikki dunyo saodatini bersin. Hammamizga ikki dunyo saodatini bersin. Hammamizning bolalarimiz bizga toj kiydirsin. Ilm bersin. Hammamizning bolalarimizga ham, nevaramizga ham beshvoq namozga polvon qilsin. Hammani bolasi. Bir-birimizni ko'rganimizda tag'in olmaydi, ko'ruvdik, bir-birimizni oxtaraylik. Hammamiz bir-birimizdan rozi bo'laylik. Boshqa odamni ham kasbkoriga, rizqiga baraka bersin. Bundan ham martabasini ulug' ziyoda qilsin. Bizni mehmon qilib chaqirganda hammani tan joni sog' bo'lsin, tag'in kelaveraylik. Allohu akbar.